bulardan bitta ikkita shu videoda polirovka qilayotgan ustalarimiz ham bor, shogirdlari bularni. Shogirdlari YouTube'da ham o'sha qilgan polirovkalarni olishyapti. Mana endi men olib boraman-da efirda bularning ishlarini men ko'rsataman. Hali efirlarga kirib tursanglar, o'sha efirda ko'rsataman mana. Hozir nima bu qaysi detallari? Ana eshiklarnikimi? Katalon. Ana 1.5 avtomat korobkaniki qo'yilsa, Hop. 1.5 bor, birli motorli korobkasi bor. Hop. 1.5 yaxshi, kuchlar kuchliroq. 1.2 shu 1.25 da o'zimiz ham anaqa motor zavoddan chiqqan. Birli motorli korobkasi bor. Hop. 1.5 motor korobkasi o'sha 1.5 nikini qo'ysa, Hop.